29-30-31-kunga juda katta yarmarka qildik. Hali respublika tarixida bunaqangi yarmarka bo'lmagan do'stlar. Bugundan boshlab kelsanglar ham bo'laveradi. Asosiy yarmarkalarimiz 27, 28, 29, 30. Bunaqa joyda qayerdan topasiz Mahmudjon? Aka, bunaqa joy o'zimizning poytaxt indeksda hali respublikada bunaqa narxlar bo'lmagan. Xitoydan birinchi qo'l aka, dastavkalarini ham kelishgan holatda. Eng asosiysi bitta olsa ham o'sha narx, 500 tovar olsa ham o'sha narx aka. Qarang mana, bu tomonlarimiz ammanka emas akalar, 3 qator 2 etaj bosa-bos. Shoshilib qo'yinglar. 12 viloyat ko'pchilik bilmayotgan, shuning uchun videomiz yetib borish uchun bittadan klassni bosib qo'yish, esdan chiqmasin deganlar, bunaqasi bo'lmagan. Aka qarang, konditsionerni 12 taligini $257 beryapmiz. Dangal. Xolodilnikning eng arzoni $165. 1,5 millionlik xolodilniklar ham bor. Undan tashqari kirmoqchilarimiz aka mana bu tomonda $179 do'stlar shoshilib qolaverasizlar. Gaz plitalarimiz ham bor $149. Bunaqasi bo'lmagan. Xurshdagi obunachilaringizga xudo xolasa kelsa bonuslar bilan narx-navosini ham chiroyli qilib beramiz. Bu joyda bizning obunachilar bilmas edi. Mana endi bildi. Endi bilishib oldi. Samolyotcha qilib do'stlarga yuborib qo'yasizlar, layklarni bosib, do'stlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Eldan elga naf, bitta like bilan hech narsa bo'lmaysizlar. Baribir internetda jippillagan qizlarga ham like'larni bosib umid o'tkazyapti. Undan podдержка qilinglar, xalq maza qilsin do'stlar, ko'pchilik bilmaydi. Poytaxtimiz Toshkentda, Indeks bozor bilasizlar, Sergelida Y4 2 blok do'stlar, yoki da nomerlar qoldiramiz pastda, lokatsiyani tashlab beradi. Mana o'sha ro'yxatda sizlarga dastavkalarning xizmatlarini qilib beramiz. Sizlar kutib qolamiz. Qanday? Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar bizni Indeks bozoriga, Indeks bozor deskiratimizga, bitaviy texnikaga barchalar. Sog'misizlar, omonmisizlar, yurtdoshlarimizni barchalarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti munosabati bilan barchalarni tabriklayman. Oilaviy tinchlik, totuvlik, sog'lik, sihat tilayman. Musofirda yurgan akalarimiz va opalarimizga sog'lik, sihat, sog' salomat yurtiga qaytib, bola chaqasi, ota-onasining oldiga qaytish nasib qilsin. Shunday ulug' kunlarda duolar ijobat, tilaklar ijobat. Amin. Sog'misizlar? Xush kelibsizlar. Endi bizda bitaviy texnikada olamida hayit kunlik Qurbon hayiti munosabati bilan hayitga mana 3 kunlik dam bo'lgan bo'lsa, yana shanba, yakshanba bo'lib juda katta 5 kun bo'ldi. Shuning uchun hayit kunga taqamasdan bemalol Qurbon hayit namozlarini o'qib, yaqinlardan xabar olgan holatda bemalol oshna og'aynisi, do'sti yorlari bilan ko'rishib, oila davrasida bemalol hordig'ini chiqargandan keyin biz xudo xolasa 29, 30, 31-kunga juda katta yarmarka qildik. Xudo xolasa bu yarmarkamiz O'zbekistonda sanoqli bo'ladi. Yillar davomida ham o'tganda sanoqli bo'ladi. Juda katta partiyada bu yerda nimalar bo'ladi? Haysins, Seventek, Immer, Rules, Zifler, Grey, yana Hoffman, ancha-muncha narsalardan assortimentimiz bor. Bemalol haliga nima deymiz bu yerda? Raqobat muhitini ko'rsa bo'ladi. Hamma brendlar bilan, juda ko'p brendlardagi mahsulotlarimiz bor. Raqobatni ko'rsa bo'ladi. Hammasidan mana tayyorgarliklar avjida. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'sha yarmarkaga tayyorgarlik, hamma yuklarni ochgan, pachkasi bilan har xil holatda o'sha sekin yoyishni boshlayapmiz. Yana bir narsani aytib ketay. Mana konditsionerlar bemalol hali ko'p narsa hali ko'rsataman. Bu yerda nima demoqchiman men? Yarmarka 29, 30, 31-kuni kelishim shart ekan. Yarmarka shu kun ekan demanglarda, agar tig'izga yoki tiqin joyga kelgani vaqti xohlamaganlar bemalol mana shu yarmarkaga tayyorgarlik jarayonida ham savdo qilaveramiz. Qurbon hayiti kuni ham bizda ish, ertasi kuni ham ish. Bilaveringlarki, bugungidan boshlab har kuni ish. Yarmarkaga tayyorgarlik jarayonida ham bemalol kelaverasizlar, xotirjam savdo qilib ketaverasizlar. Bo'lmasam konditsionerlardan boshladik. Mana Immer brendiniki $257 dan. 12 li full DC inventory motor bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizda kafolat taloni bor. Kafolat taloni ya'ni 1 yil, 3 yil, 10 yilgacha bor. Bemalol kelganda kelib kafolat talonlarini yozdirib, bemalol o'zingiz ko'rib, tekshirib olib ketishinglar mumkin. Mendan tashqari qayerdan bo'lsa ham bitaviy texnika olsanglar, обязательно kafolat talonini olinglar. Bu O'zbekiston qonunchiligida ham,
qaror nimasida ham shu narsalar talab, shu narsalar majburiy. Chunki hamma inson peshona teri bilan oladi. Bu bitovoy texnika degani, maishiy texnika degani insonni bir xizmatkorida qul desa ja bo'lmaydi-yu, mushkulni oson qiladi. Shuning uchun boshladigan bo'lsam $257 dan full DC inventor motor. Bu yoqda hozir ko'rsataman ochiqlarini, endi sekin yoyishyapti. Har qancha olsa bor, xudo xolasa 12 li qishda sovutadi, isitadi, yozda sovutadi. Bu yog'i mana ketdi, gazlar endi, hali gaz duxovka. Ha, endi nasib sig'mayapti-da, tovarlar imkon darajasida yoyib, qo'limizga tushganicha imkon darajasida olib kelib sotishga harakat qilyapmiz. Marazinnilar, gaz duxovkalar, hozir yana ochiqlarini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Imkon darajasida ertaroq keldinglar, rahmat sizlarga. Yana ham ochiladi-da bu joylarga. Hammasidan korobkalardan ochib ko'rsatamiz. Paka hozir shu ish jarayoni ketyapti mana. Kelaverasa, xaladelliklarda eng arzoni $165 dan boshlanadi. 1,5 metrli. O, shuni agar malol kelmasa ashlar ko'rsatib yuboring, bo'yi bir ashlardi. Ha, endi ochishyapti-da. Bo'yi 1,5 1.45. 210, 206, 211 litrgacha. Zifler, Immer, Rulus. Bitovoy texnika deganlar yozni kutishadi-da, nima Sizda buni aks teskarisi bo'lyapti-ku. Endi aka, bizda haligi nima deydi? Kolичествоga ishlaymiz. Bitta xaladellikdan biz uchun, misol uchun $50, $60 qo'yib, donaga sotib turib, 4 ta xaladellik sotib $200 da 2 kishi ikkita bitta do'kon ochib, spokойно uyga ketish bizda undan emas. Bizga $2, $1, $3 dan qolsin, ko'proq kolичество sotish. Объемga ishlar ekansiz. Da, объемga. Donaga, optimga ham narx. Albatta, albatta. Bizda shu narsa nimaki, optim olsa ham shu narx. Donaga olsa ham shu narx. Juda ko'pchilik kelganda mashinaga ortayotganini do'konchilar olib ketayotganini ko'radi-da, o'zlari ham xursand bo'ladi. Shu narsani ko'rganda, shu do'konchi olayotgan narxdan men ham olyapman ekan deb xursand bo'lib ketishadi. Juda ko'p shu gapni gapirishadi. Mana Shuning uchun mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni $165 dan Zifler, Immer, Rulus, yana qaysilari bor ekan? Seventec, yana 3-4 xil modellari bor. Ularlari ham bor ekan. Qora seriya endi ochilyapti-da. Yana plus supermarketlarga Belarusdan mana vitrinli xaladelliklarimiz keldi. Belarusiyaniki katta bor, mana korzinkalarga qo'yadi-yu. Endi buni ham ochamiz. Buni ham endi ochamiz. Uspet, sekin yarim. Bularga kafolat bormi? Albatta, kafolat 1 yildan 3 yilgacha kafolati bor. Akam o'zi kichkina do'kondan boshlagandi. Ha, shunaqa. Bitovoy sohasini sekin kichkina do'kon. Hamma narsa ham asta-astalik bilan bo'ladi. Sababi xalqning ishonchi bor-da. Albatta, rahmat. Shuning uchun kir mashinalarimiz $179 dan boshlanadi. Bizda bitta narsaki, savdogarlarda juda ko'pida sakratdi, yolg'on bilan chaqirib oldi bo'ladi-da. Men ham misol narsa qo'limdan keladi. Bir 6 ta narsani qo'yib turib, misol uchun mana mikrovolnovka deylik. Mana shu mikrovolnovkani yolg'on gapirib turib, kelinglar $40 dan bor, 480 ming so'mdan 23 litrli deb turib 6 ta 10 tani ko'rsatib turib yoki mijoz kelgan tugadi, Allohu akbar desa bo'ladi, lekin vijdon qabul qilmaydi. Bor real narsani aytyapman. Misol uchun mikrovolnovkalarimiz $60, $55 dan 20 litrlilari, 23 litrlilari $60, $60 dan Zifler, Seventec, Beston bu ko'p yana ochilyapti. Shu kelganda yana ham ko'rsanglar bor, xudo xolasa yarmir kuni bir kelsanglar, yana ham bir yoritib bersanglar, xalqimiz o'zi yana ham kela olmaganlar ko'radi. U plus yana hayitdan keyinga qo'yganimiz ko'pchilik aytayapti, aka, hayitdan ertaroq qilmabsiz. Yo'q. Bemalol mana yaqin viloyatdagilar sha bitta mashinaga o'tirib, oilalarni olib Toshkentga kelsa ham, shunday oilasi bilan kelsa, ikkita narsa olib kelsa, ham sayohat, ham tijorat. Shuning uchun bemalol kelsa bo'ladi. Gaz duxovkalarimiz turi juda ko'p. Tepasi gaz, pastda duxovka. 1.950 mingdan boshlanadi so'mga. Mana gazlarmi? Gaz duxovkalarda yana $149 dan. $149 dan boshlanadi. $150 ham emas. 12 ming bugungi bank, markaziy bankning kursi 12.030 ekan. Bugungi holatda. Ertaga nima bo'ladi, indinga nima bo'ladi, Alloh biladi. Yana kimlar biladi bilmayman. Dollar kursincha Shuncha kolичество tovar qayerdan ekan, xotinjon aka? Hammasi bizda Xitoyda ishlab chiqariladi. Milliy logotip milliylari bor. O'zimiz misol Seventec logotipi milliy, lekin mahsulot import.
Xitoyga zakaz berib, Xitoyda chiqariladi. Bizning qo'limizda o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot yo'q. Hammasi import. Bitta bor televizorimiz bor, Monix bor. Ha, shular shularda ularda ham Premier yo'q bizda. Shu televizorimiz bor. Qolgan hammasi Xitoyda ishlab chiqariladi. Ularni ham aytib sotamiz. Xitoyda chiqqan Xitoy. Lekin 199.9% import hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Endi mana xaladelliklarimizni ko'ringlar. Xaladelliklar no frost, defrost holatda ishlaydi. Yana uni xaladellikni ochgan jarayonni ko'rsataman. Bu yoqda nimasi bor ekan? Ha, bu yoqda. Endi bular ochilmagan. yo'q aka, yo'q, hammasining ichida bor. Bular ochilmagan. Hali ko'pchilik keladida, aka bu ichi ochilmaganmi, defekti yo'qmi deydi, keyin hazilga olaman. Aka, yoningizda shunday ochib beraman, korobkasini ochsangiz salafan chiqadi. Shunday salafanni olganimizda Xitoyda hidi keladi deyman. Xotinjon aka yetkazib berish xizmati ham. Yetkazib berish xizmati ham bor. Dastavka ilgari biz bilsa Mahmudjon mana ko'pchilik biladi. Dastavkamiz besplatniy edi. Keyin xalqdan murojaat tushdi, aka, misol uchun Surxondaryodan. Aka, o'zimizda ham sizdan 300 ming qimmat beryapti, xolos, katta farq qilmayapti dedi. Bo'lmasam dedim, o'zimiz kengashib turib, kelinglar, bo'lmasam dastavkasi ichida qilmaylik dedimda. Chunki Surxondaryo, Termizga ham bitta mash xaladellik jo'natadigan bo'lsak, bizdan 150 ming, 180 ming so'm pul oladi shofyorlarimiz. Chunki yillar davomida shartnoma asosida ishlaydigan shofyorlarimiz bor-da. O'zi olib ketsa 300 ming, 400 mingga olib ketadi. Shunaqa qilib avtomatik narxini chiqarib yubordik, dastavkasini pulli qilib qo'ydi, lekin dastavka bor. Bor. Mahsulot yetib borgandan keyin to'lov qiladi, основной. Endi bir xilga ishongan oldindan to'lov qiladi, lekin yarmarka kunlari call centerlarimiz ishlamaydi. Chunki mashetdagi savdoni qilamiz, lekin birinchidan keyin yangi oyda 2-kunidan dastavkalarimiz yana viloyatlarga ishlayveradi. Men nima deyman? Poytaxtga kelinglar, ham sayohat, ham tijorat. Bitta mashinaga o'tirasizlar, bola chaqani olasizlar, bir ko'rib ketasizlar, hech bo'lmaganda bir ikkita mikrovolnovka, bitta mikrovolnovka bilan bitta biror narsa qo'ltiqlab ketasizlar. Esdalik. Xaladelliklarimiz no frost, defrost ishlaydi. Ya'ni o'zbek tilida aytsam, havo bilan sovutish, yog' bilan, muz bilan sovutish. Muz deganda ilgarigi bizni yoshligimizda muzlab qoladigan xaladelliklar hozir yo'q. Lekin havo bilan sovutadi, smart frostlar bor. Muz bo'lmaydi ichi, tashqarisi muz bo'ladi. Hali ichi tellagan, eriganlari pastiga tushadi. Hozir uni ko'rsataman. Shuning uchun xaladellikning bo'ylari 1.45 dan 2 metrgacha, eni 90 likgacha bor. Ularni ichkarida ko'rsataman. Kullerlar bor. Mana ishlash jarayonida ush bolalar sekin teryapti. Televizorlar bor mana. Bu yog'i konditsionerlar, kir mashina. Men bo'lmasa bunday ko'rsatib turib kirib ketaveramiz aka. Mana dostlar televizorlar narxi qanaqa? Televizorlarda hali prostoy smart sotmayapmiz endi. Smart plus Android ili WebOS programmada ishlaydigan yoki shunga o'xshagan programmalarda ishlaydigan sotyapmiz. Hali eskilik bo'lib qoldi. Smart degan hech narsa eskilik bo'lib qoldi. Programma asosida ishlaydi. Как telefondaqa ishlaydi. Yangi innovatsiya. Ha. Telefondaqa ishlaydi. SIM karta tushmaydi, Wi-Fi tushadi. Telefon nima ish qilsa shu ishni qiladi. Bunga SIM karta tushmaydi, plus kamerasi yo'q. Qolgan telefon nima ish qilsa qilaveradi. O'ziga как положено akkaunt ochadi, Telegram, WhatsApp nima bo'lsa yuklaydi. Telefonni Bluetooth orqali ulaydi, televizordan bemalol katta ekranda SMS-ini, Telegramini ili galereyada videolarini ko'rib bemalol ko'raveradi. Bu endi yoshlar yaxshi tushunadi. Bemalol ham ko'raveringlar-da, kelinglar endi mana. Seventek, Zifler, Immer, Rules, Hisense. Mashaqdan boshlaylikmi? Mana misol kelsanglar, ko'rsanglar. Konditsionerlarimiz 12 likdan boshlab 100 likgacha bor. 100 lik konditsionerlarimizgacha bor. 12 lik, 18, 24, 48, 60, 100. Misol mana bularning kattasi yo'q, misol nima ekan? Media bor ekan, Hoffman bor ekan. Nima ekan? Avalon. Avalonda bu eksport qilgan versiyasi, varianti Avalonda. Yana nima ekan? Citronic bor ekan, Grey bor ekan, Aux bor ekan. Bemalol kelib murojaat. Marazinilarimizni ko'ringlar mana. Marazinilarda ilgari do'konlarda ishlatishardi. Mana rasa Qurbon hayitda qo'ydi so'ysa qo'ydan qanchadir qismini go'shini o'zi yeydi ekan-ku. Ruxsat ekan dinimizda ham. Shuni qancha juda ko'pchilik marazinni olyapti. Qurbon hayitiga plus yozda pishganda narsalarni muzlatib qo'ygani
150 litrdan boshlanib 1,5 tonnagacha marazinlarimiz bor. Xohlasa do'konchiga, bu endi kirligini munosib inobatga olmaysizlar, yomg'ir Toshkentda bir kun yomg'ir, bir kun oftob. Bir Xudoni barakasi yo'q bo'lyapti. Ko'raverasizlar, marazinlarning olami bayt. Da 150 litrdan boshlanib 1,5 tonnagacha. Katta ikkita buqa ham sig'adigani bor. Ochmayman. Bu yoqda kondyorlarimiz. Bu yoqdagi kattalari, hali 100lik, 48lik kattalari. Endi mana bu yoqda ochiqlari bor, showroomimizga taklif qilaman. Endi sekin kuxunga ketadigan, ya'ni mana bunaqa mo'yka deymiz, idish tovoq yuvgani. Bular ham Xitoydagi mana shu nerjavaykalar qalini. Bular ham rosa arzon, 50% skidkada mana shular. 50%. Do'koni borlarga vitrinli xoladelniklarimiz bor. Xohlasa 3 ta eshikli mana kattalardan. Yangilik ekan buni aka, o'tkazsa bir yo'q o'zi mana shunday. Sizdan olib sotsak ham bo'ladimi? Bo'ladi, juda bo'ladi-da, juda bo'ladi. Bemalol. Mana shu 3 talik, bittalik mana unaqa energiya keyin bir xilgilari bor, ko'pchilik oldiga falga tutib qo'yadi, oynasiga. Shunaqalar falga tutmaydi. Quyosh nuri ham o'tmaydi, eritmaydi, isitmaydi. Tushuntiraldi. Men falga tutib qo'yadi ko'p do'konchilarimiz. Mana bilib bo'lmaydi mana bunaqa oynaliklarni qilsa, yangilikda ukamiz aytgandek Xurshid motivatsiya deydimi, nima dedingiz? Innovatsiya dedingizmi? Innovatsiya. Mana shunaqalari bor mana. Endi undan tashqari bovlerlar. Hali bular ko'chaga yayilsa, ancha tanlashga, ko'rishga imkoniyat bor. Pilisoslar. Har xil, hali pilisoslarda ham gapirashamiz. Bemalol pilisoslarimiz vallohi ham $31danmikin boshlanadi. $31 12.000, 360.000, 372.000 so'm. Bor 370.000, 380.000dan boshlanadi. Eng arzon, eng kichkina pilisoslarimiz. O'sha ham kichkina oilani xizmatini bemalol qiladi. Shularda ham даже garantiyali tanlovni bor. 1 yilgacha. Endi bu yoqqa mana gaz duxovkalar keldik. Bovlerlarda 10 litrdan 100 litrgacha. Bularda ham har xil brendi bor. Immer, Zifler. Bularda garantiyali tanlovni bor. Abraham 3 yilmi? 5 yil bakiga, 1 yil sistemaga. 1 yil sistemaga, 5 yil bakiga. Mana gazoviy duxovkalarimiz. Gazoviy panellarimiz, kechirasizlar. Gazoviy panel. Mana televizorlar baytda ham bor ekan. Bemalol har xil turdan, даже 855.000 so'mdan boshlanar ekan. Hozir bora-bora zamon rivojlanib, tor joydan unumli foydalanish bo'lyapti. Kimlardir mana bunaqa gazlarni qo'yyapti. Gaz duxovkasi, plyusum duxovka bilan. Kimlardir bunaqa qo'yyapti. Xurshidbek. Maqsad kichkina endi joydan unumli foydalanishda. Otoyguncha toy. Kimdir uyda somsa-pomsa pishirmaydi, keyin qilaman deb bunaqa stroyni gaz duxov mana shuni qo'yib turibdi panel. Keyin duxovkasini alohida olyapti. Tushunishim bo'yicha dehqonchilik o'zida ekan, dehqonlar ham o'zini porj ekinlarini o'zida joyida sotadi. Albatta shu joyida. O'tdim narxga, ulgurchi narxga ham bir xil narxda. Shunaqa. Hammaga bir xil. Ham donaga ham bir xil narxda. Shunaqa. Shu ko'rsatilganda qotganmi yo'q, bir marojin nimaga o'tkazadigan joylari bormi? Endi yarmarka kuni akanchatining narxni qo'yamiz xalqimizga, lekin boshqa kunlar endi hozir kelganda o't berib turibmiz. Chunki hozir nimaga desiz, yarmarka kunga qo'yadigan narximizni o'sha bugundan boshladik. O'sha sanoqlar chiqarib, bolalar 3 ta buxgalter kompyuterda hamma yo'q chiqardi, bitta ostatkani ko'tarib, akanchatining cenani qo'ydik. Lekin tez orada yarmarkada o'sha bugungi narxlarimizni bitta aytsam endi vaqtidan olaman. Yana ham obzorlarini qo'yamiz, bir kelganda o'zi haligi bekor kelibman degan narsa bo'lmaydi. Haqiqatan nerealniy количество bor ekan aka. Bor, rahmat. Bor endi. Yarmarka kunga o'sha narxlardan bugundan o'zi savdoni boshladi aka. Yarmarka kun kelsa afsus qilmaydi. Baytda ko'p yana tarafdan so'rayman. Misol uchun deylik, hozir ko'p reklamalarda petnosi bor, u yoq defektli borlarda. Voy, mana xalqda yo'q narxlarda deb chiqadi. Misol uchun deylik, sizda misol uchun petnosi bor, tovarlar ham bormi degan maqsad. Ilgari petnosi bor, shunaqa defekti borlarni ham sotuvdik. Opam o'tkazib. Keling opa, assalomu alaykum. Sotuvdik, unda keyin xalqdan shunaqa murojaat oldiki, bu turgan korobkalarni ham nima dedi?
defekti bor bularni ham deydi. Keyin aralashtirmaymiz dedi-da. Uning uchun alohida do'kon ochdi. Endi to'g'ri bo'ladi. Bitta fura kelganda bitta yarimta shilingani bo'ladi. Mingtadan bitta defekti bori chiqadi. Endi katta farq qilmaydi o'zi aslida. Chunki u ham servisga kirdi degani kimnidir misol kir mashina bo'lsa, baraban teshik bo'lsa, buni anosi ketgan bo'lsa, miyasi ketgan bo'lsa, ikkitadan, uchtadan bitta chachtirib soq qilib chiqaradi. U yog'i tilindi, bu yog'i tilindi juda oz. Uni hech qaysi savdogar ziyoniga sotmaydi. Sal tilinganini biladiki, o'zi narxida sotsa ham ketadi. U odam chaqirish, o'shanaqa ishlar ular aka. Marketing, yolg'on marketing. Ha, ungacha anaqa bo'lmadi aka, bu ishlar bizga yarashmaydi ekan. Shuning uchun borini bor, defekti bo'lib qolsa ham o'zimizda mana shu korobkalardan bir dona chiqib qolsa, sirazi bolalarga aytaman, akamizga aytaman, aka sog' ekan. Moncha bering desam, xursand bo'lib olib ketadi. Endi u kamdan kam chiqadi. Bizda imkon darajasi puxtasini sotamiz. Bu yoqda mikrovolnovkalarimiz, xaladelliklarimiz bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Endi bir qator Yomoni ko'p-ku sizda. Qorasini ko'ring. Qaysisini ko'ringlar? Anaqa bo'ladigan variant emas. Ham sifrago, ham toshgan toshlangan variant. Sifat bor aka, rangi qora oqlaymiz. $55 shu mikrofondan ketaveradi. $55 da. endi konditsionerlarni ko'ringlar-da mana. Narxlarni hozir yopishtiryapti, eski narxlarni olib tashlab, yangilarini qo'yyapti. Misol uchun narxiga vнимание qilinglar, eng arzon $257. 12 lik full DC inventor motor. Misol uchun men brenddan tanishtirish boshladim, 7Tech. Buni ham 12 deganda 3-4 xil model bo'ladi-da. Bittasi $250 bo'lsa, bittasi 255, 257 shuna bo'lib ketaveradi. 7Techdan bor, Grey bor, mana bir qator ko'ringlar. Zifler bor, Aux bor. Yana nima ekan bu yerda? Rules bor ekan. Rules bor, Citronic bor, Media bor, Beston bor, Avangard bor, Hoffman bor. Bemalol kelib murojaat qilaverasizlar. Zo'rlari ham bor ekan. Ha, bu Yevropaga eksport bo'lgan, juda fuli. $490 $485 shunaqa. Shunaqa. Kengsi magazin? Hammasi bitta edi. Bitta joylik. Kelavering. Manzilni bitta tushuntirib o'ting. Manzil Toshkent shahar, mana shu yerdan bitta olsak bo'ladi. Toshkent shahar Sergeli Indeks bozori Y2 4-blok. Y2 4-blok. Indeks bozori kirganda xo'sh yerdan o'ngga qayriladi. Avtobozor chap qo'lda keladi, Opex pizzani ro'parasidan o'ngga qayriladi. Tashqarida kelishda o'zi korobka har xilga bitovoy texnikalar, korobkalar bilan olib chiqib qo'yganmiz. Eko bozorga o'tgandan keyin o'ng qo'lda eko bozor keladi. Eko bozordan o'tgandan keyin o'ng tomonga qarab kelaverasizlar. Y2 ko'pchilik bilmaydi. Y2 o'ta rasmi ham bor. Y2 tur. Qani ichkariga kiramiz bo'lmasa marhamat. Hali ichkarida ham bor. Ichkarida showroom ichkarida-da. Kelinglar. Svetlarni yoqmabdi-da. Svetga yoqamiz. Boring. Klass. Endi hozir shunga tayyorgarlik. Tashqi salqin joyga kirdinglar, qani. Endi sekin vitishkalarni ham teryapsiz. Vitishkalarimiz necha puldan Abdurahim eng arzoni? $55. $50. $50 tabletkalaringiz mendan unga o'xshagan. Tabraznilar qanchadan boshladi mashlar? $75. $75. Yaxshilari bor, inverzitlarlar bor. $75dan tabrazlar. Endi kelib melki bitovoy texnikalar ham juda yaxshilari bor, sifatli, hammasini garantiyali talonlari bor. Kir mashinalarga kelyapti. Assalomu alaykum. Kir mashinalarida mana har xili bor. Ayva bor, Hisense bor, Immer bor. LG'lar bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana LG 6,5 kilolik mega aksiya $4,480,000 so'm, $366, $6,5 kilolik. Bularni ham ko'ringlar mana. Mana har xil LG'larda. Samsung bor ekan. Haier bor ekan, pasuda mo'ykalarimiz bor. Idish yuvadigan pasuda mo'ykalarimiz bor. Hop, juda ko'p. Ko'p buni turi. Juda ko'p buni turi. Idish tovoq yuvadiganlarga, uyga olaman deganlarga juda ko'p turi. Sushkalari bor, idish tovoq quritgani. Har xili. Mana koloniya konditsionerlarimiz mana 24-48lari bor, mana shunaqa koloniyalarda. Uyga qo'yaman degan. Mana bunaqa to'rtburchak bor, mana bunaqa dumalog'i bor, yana to'rtburchak. Endi hozir
bu yarmarka jarayonida kelganinglar uchun ko'p narsalarda sizlarga hali ochiqlab berolmayapmiz-da. Hamma yo'g'imiz u yoqda, bu yoqda hali tovarni terish bilan olib boramiz. 1000 marta G'ulomjon aka. eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Rahmat aka. Eskilar gapi bu. Shu gapingiz to'g'ri. Vozdux очистительlarimiz bor. Ya'ni kimlarda har xilga mana havoga allergiyasi borlar juda ko'p bularda turi. Vozdux очистительlarni. Juda ko'p. Endi sekin tovarlar terish bilan narxlarini eski narxini olib, yangi yarmarka, aksiya narxlarini yopishtirishni boshlayapmiz. Pilisoslar mana misol uchun mana unaqa xaladelliklarimiz bor. Bularni hali suhmatda ham mana juda aqlli misolda. Juda aqlli xaladelliklarimiz bor. Muz ham ishlab chiqaradi, tuz ham ishlab chiqaradi, kuller, muller, mana yerda tablosi, sensor, telefoni borlari bor. Har xili borda. Mana xaladelliklarimiz bir qator ko'ringlar bu yoqlarda ham. Juda turi ko'p narxlarni yopishtirishda arafasidamiz. Mana ichlarini ham ochib bir qator ko'rsanglar bo'ladi. Qimmat emas. Abdurahim mashina nechi pul? Hozir Abdurahim kelsin. Bemalol hammasini ichini ochib ko'rsanglar bo'ladi. Hammasidan ichida mana misol mana bunaqa qora mag'izlari kelgan. Kim nima qiladi? Ichlari metal tech, kalyonli oynali mana bunaqalari.